Ramazon chegirmasiga shunaqa chiroyli xonadonimiz sotuvga chiqdi. 3 xona 80 kvadrat metrli Shayxontohur tumani Shayxontohur rovidan to'g'risidagi shunaqa chiroyli novostroykadan 3 xonali uyimiz sotuvga chiqqan. Bu bizni zal qismimiz do'stlar. Bu yoqda ham choy ichib o'tirsangiz ham bo'ladi. 4 tali stol stullar qo'yishgan va bu yoqda yumshoq mebellarimiz, kartinkalari, televizorlarimiz, komodlar bilan joylashtirib qo'yilgan do'stlar. Oshxona qismimiz esa mana shu tarafimizda bemalol bu yoqdan yopib foydalanib, oshxonadan foydalansangiz bo'ladi. Hoffman texnikalari, gaz qurilmalarimiz joylashtirilgan. Bu yoqda ham muzlatgichimiz joylashgan, mikrovolnovka, duxovkamiz ham bu tarafimizda joylashgan va balkon qismimiz ham bor. Yuringlar, qolgan xonalarni birma-bir tanishtirib chiqaman. Ko'rishinglar mumkin. Juda ham sifatli remont qilingan va attachment bo'yog'idan ishlatilgan do'stlar. Xo'p, bu yoq bizning kirosh qismimiz, etajimiz 5-etajda joylashgan. Oynali zonamiz bor. Yo'lak bo'ylab kelganimizda bizni bu yoqda umumiy sanuzel qismimiz joylashgan. Ko'rishinglar mumkin. Barcha qulaylik sharoitlarga ega. Va endi sizlar bilan kattalar spalnisiga kiramiz. Kattalar spalnisi shinam yorug'gina ta'mirdan chiqarilgan. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda spalni qismlarimiz, biralarimiz, ayollarimiz uchun komodlari, televizorlari va bu tarafimizda shkaf qismi joylashgan. Rossiyskiy eshiklarimiz bu xonadonimizga o'rnatilgan. Bu yoqda esa ikkinchi sanuzelimiz joylashgan. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, uyimizda tupli pollarimiz ham bor. Mana issiqqina bo'lib chiroyligina bo'lib turibdi do'stlar. Bu yoqda esa bizni bolalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonamiz ham kenggina, kattagina qilingan. Bu yoqda ikkita kravatimiz, tumbichkalari, biralari va bu tarafimizda dars qilib o'tiradigan joylari, shkaflari ham joylashgan do'stlar. Xo'p, bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, bekorga chegirmada demadim, 139 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana joyida chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Sizlar bilan muhibullar bo'ldi. Ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.